Men klipimiz sabab ranjigan barcha qizlarga murojaat qilmoqchiman. Ba'zi insonlar bu sahnada o'z kasbiga nisbatan hurmatsizlikni ko'rganidan afsusdaman. Lekin juda muhim bir narsani aytmoqchiman. Bu hikoyaning asl ma'nosi umuman bunday emas edi. Agar klipni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, salbiy obraz raqqosa emas qizlar, balki uni aldab, xiyonat qilib, tashlab ketgan inson ekanini tushunasiz. Finaldagi so'zlar esa klip mualliflarining fikri emas. Bu aynan o'sha qahramonning shafqatsizligi, kibri va insonlarga nisbatan adolatsiz munosabatini ko'rsatish uchun berilgan obraz. Bu syujet qizning kasbi haqida emas. Bu xiyonat, yolg'on va insoniy pastkashlik haqida. Bugun atrofimizda ayolni qadrlamaydigan, oilasiga befarq bo'ladigan, odamlarga faqat manfaat bilan qaraydigan erkaklar ko'payib bormoqda. Ular boshqalarni shunchaki qadrlansizlantirib yashashadi. Ushbu hikoya orqali men aynan shunday insonlarning adolatsizligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Men ham hayotimda bunga o'xshash munosabatlarga bir necha bor duch kelganman. Men ham ashulachi, otarchi, olib bermaymiz bu qizni sanga deb mensimagan insonlar bo'lgan va yana boshqa gaplarni ham eshitganman. Lekin vaqt har doim hamma narsani o'z o'rniga qo'yar ekan. Do'stlar, aziz qizlar va ayollar, o'zingizni seving va sevilib yashang. Kim mendan xafa bo'lgan bo'lsa, men uzr so'rayman. Men umuman bunaqa niyat qilmaganman. Doim harakat qilaman chiroyli ijod qilishga, chiroyli ma'noli kliplar olishga. Iltimos befarq bo'lmanglar, yaxshilab boshidan oxirigacha videoni eshitinglar meni murojaatimni. Sog'lik, salomatlik, baxt, quvonch tilab qolmoqchiman har biringizga. Men sizlarni judayam hurmat qilaman, qadrlayman. Men uchun har bir ayol, har bir fuqaro, har bir inson eng ulug', eng chiroyli inson bu dunyoda. Salomat bo'linglar. Hurmat bilan sizning Munisa Rizayeva.